Salam köpçülük. Diyarımızda ötküzülayotgan Atış Lonkis futbol müsabakasını görüp, şunda xuşallık, hayacanlık ilkide sizler bilen paylaşmam geldi. Tünügün Atış Lonkisi futbol müsabakası resmi başlandı. Meyli Atış Lonkisi futbol müsabakası olsun, yoki tayyorlik bosqichida elib berilayotgan Qashqar Lonkisi futbol müsabakası olsun, meylan torlar ko'ryapmiz. Tünügünki Atış Lonkisi futbol müsabakasınınki haqiqiy başlanganligini şu naq meydan bağlan dostlarımız naq meydanını ko'ryapti. Naq meydan baramagan dostlarımız şu tilpullarda naq meydanda taqtish pulida ko'ryapmiz. Endi bu futbol müsabakasınınki aldıkayın septe o'rlashtirilgan xizmatlar shunda ritmli qaylik bo'ldi. Bo'pmi shu naq meydan taqtish xizmatlarininki o'lchamlik darajasi biz ko'rayotgan shu CCTV'dagi tantarbiya kanallarininki xalqaro darajasiga yetganligini haqiqiy bizga namoyon qilib berdi do'stlar. Bu ko'rinishlarni ko'rib shunda qo'shib ketdim, ham hayajonlandim. Meyli naq meydanda top oynayotgan topçu dostlarımız olsun yoki tomoshabinlar olsun, bularninki harakatları, chiroy ifodalarini shunda aniq ta'sirlab bizni ko'rsatib turadi. Buningdan shu aqsat xizmat qilayotgan, shu naq meydon ko'rsatuvlarda xizmat qilayotgan do'stlarimizninki texnikasiniki o'lchami xalqaro darajada ekanligini bizni ko'rsatib turadi. Shu do'stlarimizninki qo'llaridan gul unsin. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Devletimizdeki güçlü toğır rehberlik asıra her qaysi şu diyarımızdaki hükümet aparatlarındaki şu qo'llashi bilen ondan başka şu diyarımızdaki her qaysi şu futbol kuch chiqarayotgan korxonchilarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi shular orqali şu diyarimizdagi şu futbol musobaqalari shunda o'lchamli holatda xalqaro darajasiga yetgan holatda elib borilyapti. Bir daraxt ko'klasa soyasini atrofida paylanadi degandek şu diyarimizda o'tkazilayotgan şu futbol musobaqalariga iqtisodiy jihatdan kuch chiqarayotgan şu korxonchilarga qaraydigan bo'lsak, bular ko'klab hisobda şu futbol müsabakaları, xalq paylik olgan shunda musobaqalarga iqtisodiy jihatdan kuch chiqaryapti. Jumladan şu yaqinda şu futbol müsabaqasi boshlanishidan tang şu Abu Zahi deydigan şu xalqaralashgan bir korxona atishga 100 milyon qiymatidagi şu futbol müsabaqasi maydoni yasaydigan pul chiqar. O'ylab qo'yinglar, bu pulning qiymati bek cho'ng. 100 milyon emas, biz 100 ko'p pulni ba'zi xarjlash uchun sal o'yindirib xarjlaymiz. Buning o'xshash shunda korxonchilarimiz pul topsa, yanada bu pulni boshqaga ketmaydi. Shu diyorimizdagi o'zininki vataniga, o'zining yurtiga foydali qo'ygan shunda bir xizmatlarni, shunda ishlarni o'rlashtirdi. Shunga do'stlarimiz azroq korxonchilarning kichikgina bir evallarini tepib olsak, buni qaqshab tillab uni to'rlar chiqarib sazay bazay qilatmay o'tkazish tegishli bo'lib qolsa o'tkazsak bo'ldi. Hamma ishlar mukammal bo'lib ketmaydi. Meyli Atış Lonkisi futbol müsabakası olsun, meyli Qashqar Lonkisi futbol müsabakası olsun, shuningki iqtisodiyotni yordam berayotgan korxonlar, kuch chiqarayotgan shu aqsabdagi xizmatchi do'stlarimiz jafo chekyapsizlar. G'ayrat qilinglar. Shu musobaqaninki o'ngishliq, yaxshi elib berilishi uchun men chinki undan umid qilaman. Undan boshqa shu top musobaqasi o'ynayotgan futbolchi do'stlarimizninki yaxshi natijaga erishishini chinki umid qilaman. G'ayrat qilinglar, joy yo'q.